Poytaxtimizning Yunusobod, Uchtepa va Olmazor tumanlari hamda Toshkent viloyatining Toshkent tumanida mahalla raislari uchun tashkil etilgan seminar-treninglar yakunlandi. Unda hududlarda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish hamda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Hozir shu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi 1 va 2 sonli qarorlarida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash hamda mahalla raislarining ijtimoiy profilaktika bo'yicha kasbiy kompetensiyalarini oshirish maqsadida mahalla raislari uchun navbatdagi o'quv seminar treninglari tashkil etildi. Mazkur seminarda tumanlardagi mavjud mahalla raislari ishtirok etdi. Seminar davomida ishtirokchilarning ijtimoiy-huquqiy sohadagi bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish modeli bo'yicha 4 ta o'quv juftligi doirasida interfaol mashg'ulotlar o'tkazildi. Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari tomonidan mahalla raislari bilan belgilangan mavzular bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazildi. O'ylaymanki, ushbu mashg'ulot ijtimoiy profilaktikani amalga oshirishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishning bir mezoni bo'ladi deb hisoblaymiz. Mashg'ulotlar jarayonida Jamoat xavfsizligi universitetining malakali professor o'qituvchilari tomonidan tanqidiy kriminologiya, jinoyat o'choqlarini prognozlash, onlayn va maishiy zo'ravonlik profilaktikasi, mediatsiya institutini qo'llash hamda mahalla yettiligi faoliyatida korrupsion omillarni bartaraf etish kabi dolzarb mavzular batafsil yoritib berildi. Seminar trening yakunida muhim bosqich sifatida mahalla raislaridan o'tilgan davr mobaynida quyidagi modullar bo'yicha nazorat sinovlari qabul qilindi. Ijtimoiy profilaktika, raqamli savodxonlik va kibermadaniyatni shakllantirish, amaliy psixologiya va muammoli sotsiologiya, ish yuritishni tashkil etish, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, narko jinoyatlarga qarshi kurashish. Men o'ylaymanki, mana bugunda testlarni topshirib oldik. Bularni bizaga o'tgan darslari o'zini natijasini beradi. Universitetda qilingan mehnatlari zoya ketmaydi degan umiddamiz. Hammasini aholi bilan ishlash jarayonida qo'llaymiz. Bizaga berilgan bu trening darslar, seminar o'zini natijasini beradi degan umiddamiz, Xudo xolasa. O'tkazilgan nazorat sinovlari mahalla raislarining o'tilgan davr mobaynida o'zlashtirgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash darajasini aniqlash hamda hududlarda jinoyatchilikni jilovlashning samarali mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qiladi.